Qora kiyim ixtilobini to'xtatayli. Abdori Muhammad Yusuf. Musulmon xonim qizlarning yuzini yo'gishi niqob deb ataladi. Yuzi va qo'lidan boshqa barliq a'zolarni yo'gab yurishi hijob deb ataladi. Yot erlarga ko'rsatmaydigan joylari avrat deb ataladi. Avrat insonning ichilib qolsa ayib sanaladigan va uningga qarashdan hayo qilinadigan organlar demakdir. Avrat islom atalg'usida Qur'on va hadisda yo'gab yurishga buyurilgan joylardir. Hijob ayolning beshini, chechini, quloqlarini, bo'ynini va ko'ksini zinnatlari bilan qo'shib yo'gab turadigan, gavdasini sifatlab bermaydigan darajada ozoda va qiyinroq kiyim kiyishi deganlikdir. Niqob ayolning yuzini butunlay yo'gab turadigan narsani ko'rsatadi. Hijobning farz ekanligida qilchi ixtilof yo'q. Chunki buningda barliq islom ulamolari birlikka kelgan. Ammo niqob masalasida ulamolar ixtiloflashgan bo'lib, ba'zi ulamolar ayolning sirtqa chiqqanda yoki yot erlar bor joyda niqoblanishini farz desa, ba'zi ulamolar farz emas, muboh deydi. İxtilofning sababi Qur'on Karimda yoki hadislarda ayol yuzini yo'gisin deydigan ochiq va aniq dalil kelmaganlik edi. Abaya Arab yerim oraladagi qisman joylarda umumlashgan qora ranglik tashqi kiyim bo'lib, buni musulmon ayollar va yahudi ayollar o'rtaq kiydi. Bu joylarda erlarning oq rangli kiyim kiyishi va ayollarning qora rangli kiyim kiyishi odat bo'lib shakllangan. Nima uchun qora kiyim to'g'riliq tortishimiz? Abay kiyish islom dinimizning tavsiyasi emas. Farz emas, vojib emas, sunnat emas, mustahab emas, balki mubahdir. Mubah qilsa savob yoki gunoh bo'lmaydigan ish deganlikdir. Dinimiz yo erlarga yoki ayollarga maxsus rangda kiyim kiyishni buyurgan emas. Dinimizda buyurilgani erlarning tizi bilan kindikining orasini yo'gab turadigan kiyim kiyishi, ayollarning yuzi va ikki qo'lidan boshqa badan a'zolarini yo'gab turadigan ozoda kiyim kiyishidir. Kiyimning oq yoki qora va yoki boshqa rangda bo'lishining farqi yo'q. Payg'ambar alayhissalomning zamonida Madinadagi yahudi ayollar qora abay kiydi. Islomda hijob farz bo'lgandan keyin ba'zi ayollar yahudi ayollarga o'xshash qora abay kiygan bo'lsa-mu, Payg'ambar alayhissalom ularni uningga tashabbus qilmagan yoki to'simagan. Chunki dinimizda mustabidlik yo'q. Shariatning maqsadlariga daxli yetkazmagan asosda qanday shaklda va qanday rangda kiyim kiysa bo'ladi. Buning cheklamasi yo'q. Islom dinimizning kiyim-kechak haqidagi bu kengchiligi natijasida dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon ayollar islom shariatining maqsadlariga uyg'un bo'lish sharti bilan
har xil rangda va har xil shaklda kiyim kiyishni odat qilgan. Har zaman va har makondagi o'limalar o'zlar turgan joylardagi islomiy kiyinish shaklini qabul qilgan va shuningga tashabbus qilgan. Shundoq qilib, har bir musulmon millat o'ziga xos islom madaniyatini barpo qilgan. Hozir dunyo musulmonlarga qarab boqadigan bo'lsak, bir millatning kiyinishi yana bir millatning kiyinishiga o'xshamaydi. Musulmon ayollar kiyayotgan islomiy kiyimlarning shakli va rangi bir-biriga qat'iy o'xshamaydi. Ularning hammasi islom ko'rsatmasiga uyg'un kiyimlardir. Bu bir tarafdan islom madaniyatining go'zalligi va rangdorligi edi. Biz Uyg'urlar 1000 yildan ko'proq vaqtdan beri islom dini bilan musharraf bo'lgan xalq bo'lib, bizning islomiy kiyim-kechaklarimiz o'z vaqtida o'limalarimiz tarafidan belgilanib bo'lgan va eng ko'rkamlik, eng esil islomiy kiyinishga odatlangan. Bizning 1000 yillik islomiy kiyim-kechak madaniyatimizda qora rangli kiyimlarga qaraganda oq yoki shuningga yaqin ochiq rangli kiyimlar afzal ko'rilib kelganligi aniq. Bu bizdala emas, balki barliq Turkiy xalqlarda shundoq. Ahli sunniy mazhabidagilarning qora kiyimlarni tavsiya qilmaydiganligimi bir haqiqat. Chunki shialar qora kiyimni yoqtiradi. Şoňa ularning o'limalarining va imomlarining to'llari va sallalari qora ranglik bo'ladi. Buning aksicha, ahli sunniy o'limalarining, imomlarining to'n va sallalari, qiz ayollarning kiyimlari umuman oq ranglik bo'lib kelmoqda. Qora rangda kiyim kiydigan ayollar bizning millat ichida yoki boshqa millatlarda mutlaq yo'q deyolmaymiz. Chunki oz sonda bo'lsa-mu qora rangda kiyim kiydigan, abay kiydigan musulmon ayollar mavjud. Ammo ular ko'p sonliqning oldida yo'qning o'rnida qoladi. Ayollarning islomiy kiyinishi tunugun yoki bugun farz bo'lgan masala emas. Uyg'ur ayollari musulmon bo'lgan kundan boshlabla islomiy kiyingan va shu islomiy kiyim madaniyatini zamonimizga qadar elib kelgan. O'z vaqtidagi mazhab o'limalardan hech qaysi kishilarni maxsus rangda kiyim kiyishga buyurmagan. Shunga islomiy kiyinish har bir millatning islomga uyg'un shaklda o'z tanlashi bo'lib qolgan. Zamonimizdami shundoq bo'lib kelyotdi. Har yili haramga 3 million atrofida hoji keladi. Ularning tang yerimi yoki tangdan ko'pragi ayol. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ashu musulmon ayollarning kiyinishi bir-biriga o'xshamaydi. Turkning arabga, hindunoziyaliklarning afrikaliklarga o'xshamaydi. Haj jarayonida qora kiyingan ayollar yo'qning o'rnida ko'rinadi. Ba'zi arab ayollari o'rinlashgan joylardan boshqa o'rinlarda qora rangni ko'rgili bo'lmaydi. Bizning Uyg'ur xonim qizlarimizning ajdodlarimizdan tortib bizda davomlashib kelgan islomiy kiyinishga rioya qilishi zarurdir. Shundoq qilgandilar ixtilofni yo'q qilg'ili va turgan yerimizdagi insonlar bilan o'ttirimizda yaxshi munosabatlarni qurg'ili bo'ladi. Shunga
Bizning xonim qizlarimiz musulmon emas ayollarga o'xshash beshini va cheklangan organlarini echib yurishdan hazar aylash bilan bir vaqtda o'zi yashayotgan davlatdagi musulmon ayollarning kiyinishiga yot kiyinishlardan saqlanish lozim. Arab mamlakatlarida yashaydigan Uyg'ur xonim qizlarimiz shu davlatlardagi odatga asosan abay kiysimi? Turkiyada yashaydigan xonim qizlarimiz Turkiyadagi eng ko'p umumlashgan kiyinish shaklini tanlab olsa yaxshi bo'ladi. Bu boshqalar tarafidan yeklanmasligi, jamiyatga sig'ib ketishi va Türk qarindoshlarimiz bilan texmi qo'yiq munosabat quralish uchun afzaldir. La'nati Daeshning simvoli bo'lib kelayotgan qora abay kiyish bizga hech qanday yaxshilik ilib kelmaydi. Biz islomning oltin davrlarida yashagan, Qur'on va hadisni to'g'ri tushungan, Osiyada ot choptirib yurib, hokimiyat yurgizgan ashu ajdodlarimizdan bizga yetib kelgan islomiy kiyim madaniyatimizni saqlab qolishga tirishaylik. Agar boshqalarning kiyinishini to'g'rimoqchi bo'lsak, o'zimizga eng yaqin bo'lgan va islomni yangidan yashnatayotgan Türk qarindoshlarimizni to'g'raylik. Qora kiyimdan voz kechish dinimizdan voz kechganlik emas, balki do'ramchilikdan voz kechganlik bo'ladi. Uyg'ur xonim qizlari qaysi davlatda yashasa, shu davlatdagi islomga uyg'un kiyingan eng munavvar va eng madaniyatlik musulmon ayollarga o'xshash kiyinsa, eng to'g'risini qilgan bo'ladi. Tugidi. 2019 yil 22 avgust